Kattaroq yerdagilarni ham terib olakin. Bo'l. Uri terib bo'lgan bo'lsa, ko'chani boshida Sharopat xolaning uyiga borib tashlagan, murabbo qilar ekan. Hop. Dada bitta motivatsiya bering, meni akam kursam asam buzilyapti. Menga qara, sanlar aka-ukasan, urushma. Har doim birga yurgin. Bir-biringga suyanchiq bo'l, bir-biringga tirgak bo'l. Ajralma, tushundingmi bir-biringdan? Aka, jichcha noqilib yurmayaptimi bunday yurish? Dada motivatsiya noto'g'ri beribdilar ishga. Nabota chaq. Bor ishida. Aka, miyaga zo'n narsa kelib qoldi. Mani uringlarda kim so'rasa, bekordan bekorga berib yuboramizmi? Undan ko'ra, qo'ponga olib chiqib bitta xaridda sotib yuboraylik. Keqa uka, dada bir parsalar urisharlar. Bilmaylar aka, siz menga ishoning, pulni yuboramiz. Ketdik bozorga. Aka, bir yaxshi uring bor edi. Menda 10 yoshlik o'rik bor. Nima qilish kerak? Aka, odamni sharmanda qilganingiz qarang. Bundan savdolashmaydi. U meni o'zimga qo'yib bering. Men uni yirtib yuboraman. Aka, menga ham bering. Triyoqalanaqa o'zi bir chekim xolos. Nima qilyapsan sen? Sharmanda. Dadam pul jo'natmayaptimi Rossiyadan? Yo'q, qanaqa qilib jo'natishni bilmayaptilar-da. Tezda degan ilovadan jo'natsin, o'z kartxo'moga 5 komissiya tushyapti pul. Kep olinglar, olib olinglar, pomidorlar eng zo'ri, bodringlar ham eng zo'ri. Akaxon turishingizdan biznesmen odamga o'xshaysiz. Men haqiqiy dehqonman. Bir yaxshi o'rigim bor. O'zim qo'lda daraxtdan terganman. Olmaysizmi? Men pomidor furushmanu. Aka, ana shular ichiga qo'shib yuborsak, vashi zo'r ketadi, olavering. Ko'rdingizmi aka, qanday savdo qilish kerak? O'rganing. Ana o'kichi. Men buni yosh bilan ham yetadi. Ye. Kimdir puli tushib qopti aniki. Ona meniki emas. Qani? Ana. Amaraga tushib qo'ygandir-da. Ye. Ya, tamam. Nima qildilar? Olib berdilarmi o'riydi? Ha? Yo'q. Nima bo'lyapti o'zi? Men mana to'nkaga aytdim. Oborib beraylik xolaga aytsam, yo'q dedi, sotib yuboramiz dedi. Keyin sotib yubordik. Mana puli.